o'sha Minecraftda survival rejimida ikkinchi qism. Birinchi qismni ko'rmagan bo'lsanglar kanalga o'tib ko'rib olishlaringiz mumkin. Birinchi qismda ham boshini ko'rsatmab edim, ikkinchi qismda ham boshini ko'rsata olmayman. Chunki boshi hamma uchun zerikarli bo'lsa kerak. Qani biz o'yinni davom ettiramiz. O'rtoqlar qaranglar, men nimalar qilib tashladim, uyimda rosa o'qib tashladim o'rtoqlar. Nima ham deymiz, bu Minecraft hamma narsa qilish mumkin. Biz hamma narsa qilish uchun rosa o'qib tashladik. Xo'sh, mana bu taraflardan tomlarni to'plashimiz kerak-da. Tak, bu tarafdan olib tashlaymiz. Sizlar kutgan o'sha video mana bir yil bo'ldi, bir oy bo'ldi menimcha videom chiqmaganiga. Do'stlar, qarochi bu yerlardan narsalarimizni olishimiz kerak. Menimcha ovozim endi tiniq chiqyapti deb o'ylamoqdaman. Xo'sh, bizda 35 ta zina bor ekan do'stlar. Men o'zim ham bilmayman bu zinada borligini. Tak. Birinchi o'rinda mana bu tepaga chiqib ketadigan 3 ta bo'lsa, pastdan 3 ta. Da, 3 ta. O'tak bedish. O'tak mana shu yerga qo'yish kerakmi deymanda. Hop, mana aka. O'rtoqlar, biz mana shu yerdan qurib olishimiz kerak. 3 taga menimcha 3 ta to'g'ri keladi ekanda. Albatta 3 ta zina to'g'ri keladi 3 taga. Mana shu yerdan qo'yaveramiz. Mana shu yerdan qo'yaveramiz. Va tepasini nima? Tosh blok bilan yopamizmi? Albatta yo'q, tosh blok bilan yopmaymiz. Oxiri shu telefonimni pachaqlab yuboraman. Do'stlar, kommentariyada qanday telefonda ko'rayotganlaringizni yozib ketinglar. Men bularni o'qib chiqaman albatta va keyingi videoda nima haqida bo'lishini istaysizlar, so'rovnomasiga zaman so'rovnomada yutgan narsani video qilib chiqaraman albatta. Tak. So'rovnomada nima yutsa shuni chiqaraman albatta. Menimcha bunday emas edi. Dada, bunday emas-ki. Bir pog'ona ko'tarish kerak menimcha adashmasimda. Bir pog'ona ko'tarish kerak ekan do'stlar. Bungacha sizlar qo'shiq eshitib turinglar, men mana shu yerlarni buzib chiqqanimcha. Do'stlar, mana men bitkazib oldim, hamma narsasini qilib oldim. Qarochi tepasini bir qavat ko'tarmoqchiman. Men mana bu yerdagi narsalarni to'xtashadim. Menga yoqmaganligi sababli. Undan keyin bu yerda ko'targanimdan mana shu narsani olib tashlayman. Va necha blok ko'tarishimiz kerak? Masalan, mana bunday, mana bunday. Qarochi, voy, unday zo'r chiqadi deb o'ylamadim. Qarochi do'stlar, obunachilar, xo'sh. Bu yoqdan menimcha 1-2 blok ko'tarsa yetadi menimcha. Qani bir ko'raylik. Do'stlar, 2 etaj bo'ladi albatta uyimiz. No. Sandiq qurish kerak. Do'stlar, sandiq qurmasak bo'lmaydi albatta. Sandiq qurish kerak. 2 dona sandiq yetsa kerak menimcha. Tak. Mana bu yerga qo'ysak normal. Normalni xo'sh bo'ladi, bu yoqqa qo'yaveramiz. Bu yoqqa. Qarochi videoni sal tezlashtirib qo'yamiz. Do'stlar, mana keyin bo'ldim aytgancha videoni boshida artefakt skinini ko'rsataman deb edim. Mana keyin endi sizlar temir odamni ko'rasizlar. Albatta men temir odam bo'ldim. Do'stlar, albatta o'z kuchim bilan kuchayganman bu yerda. Bir qayerdagi yerda paydo bo'lib mana shu qishloqqa kelganman. Parkur. Oppa. Mana bu yoqda pishak. Ularni qo'rqitib. Xo'sh, bu yerda qaz bugunimcha sizlar kutib qolmasliklaringizni mana o'rtoqlar kirkamiz ham sindi. Endi tepaga chiqishimiz kerak. Aytgancha men mana bu yerdan tepaga. Mana qishloqqa. Bu qishloqlarda deb tamom bo'lmasam edi. Bu qalbimni yaralashdi bu qishloqlar. Qo'shiq aytib bermasang o'ldiraman. Qo'shiq ayt, ey. Men senga qo'shiq aytadigan ahmoqmanmi? Bor ahmoqingni top. Senga qo'shiq aytib beramiz, mana bu yerdan chiqa olmay yotibman. Yordam bersang bo'lmaydimi? O'zing chiq ol bu yerdan. Men nimaga chiqishga yordam berishim kerak? Sen menga chiqishga yordam bersang, men senga temirlab beraman. Qara, men senga chiqishga yordam beraman. Menga emirlanting kerak emas. Bitta narsa sotadigan narsalaringni tekin qilib berasan menga. To'qimni 5 tasini. Senga aytib beradigan narsalarimni tekin qilib bersam o'zim qanday foyda topaman?
qishloqlarga qimmatga sotaman o'zi. Sen har qishloqlarga qimmatga sotasanmi? Xo'sh, mana shu yerda chirib ketmaysanmi men desam. O'zi kirkamsingmi ham battar bu. Zombilar bor ekan, mayli senga yordam bergan do'stim. Chiq ket, izimdan yur. Izimdan ket. Boraman, baqirma. Izimdan ket degandan keyin izimdan ket. Voy tentak. Qayerga tushding? Voy seni deb chiqib ket. Meni sizdan tushma, kerak bo'lsa meni Uxla qo'yadi. Sen meni uyimgacha keladigan bo'lding. Ma. Ka o'zi yonib o'tsan. Yonib o'tsan. Asamga tegish o'zi shunday bo'lar. O'zini sakraymiz. Oyoq qishloq kerakmi yana? O'ylayman tiraymaydi. Oyoq qishloq tiraymiz. Ovoz eshitilmayapti. Men eshitmadim yoki o'lib qoldim. Xo'sh, bu yerdan kamida 2 stak tosh bilan chiqamiz. Do'stlar, shuning uchun videoni tezlashtirib yuboraman. Ganhar Ibope, senta no revólver que eu posto no TikTok. Quer sucesso tu vai ganhar, quer mídia tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa? Yecha kerak shuncha narsa joyim. Jun. Tak. Ravi. Qishloq tiramisan? O'libdi do'stlar qishloqi. Do'stlar qishloqi o'libdi. Qishloqini endi biz hop. Hey, jonim, balay. Tepaga chiqib olish degan shu usul. Tak, biz uyimizni oxirigacha qurib bitmasak ham mana shular to'g'rilab berishimizga yetadi videomiz. Do'stlar, shular to'g'rilab berishga video albatta yetadi. Hyperjo'rlar yozaversin, men davom etaman baribir. Tak. Mana yetdik. O'tiribman-ku jinni. Voy jinni, tepasiga tosh qo'yib yuboring-ku. Qanday olasan endi? Tak. Xo'sh, bo'tdan mana shuni olamiz. Albatta buni olish kerak. Tak, mana bu. Ebi unda qilmadi sen. Mana bunda. Oppale do'stlar, mana endi niyatimizga yetdik. Sen qishloqni hozir so'yib yuboramiz, qonun chiqarishga. Mana bu. Вот так пойдешь. Вот так делом пойдешь. Вот так мне пойдешь. Ой, вот так мне пойдешь. Пойдешь. Mana. O'patga sakraymiz. Pastga qo'yamiz. Tak. Manaki endi zinamiz chini bilan tayyor. Manaki. Hop, bo'li. Endi mana bu yerdan qo'yib beramiz. Mana tepasini bari tosh bilan yopar ekanmiz do'stlar. Tosh o'zi kam lava topish kerak. Lavani toshga aylantirib. Keyingi qismda albatta buni ko'rsatib o'taman. Ko'rsatmasam xafa bo'lmanglar, men chunki Minecraftda shu yerda juda ko'p kuchagim kelyapti. Video olib chiqarishimga sizlar mayli 5 dona ko'p. Attiga 5 donagina like yig'ib bersanglar bo'ldi. Sizlardan so'raladigan narsa shu. Videoni boshida so'ramagandim. Obuna va like tugmalarini bosib qo'yinglar. Iltimos do'stlar, biz nasib xudo xohlasa 100 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. 100 ta. 100 ta bo'lish. Sizlarga obuna tugmasini bosib qo'yish oson. Men uchun muhim. Juda muhim do'stlar. Judayam muhim. Men ko'tarib ketaverganmiz. Men uchun juda muhim. Sizlar shu tugmani bosishga erinmanglar. Men sizlarga video chiqarishga erinmayman. Sizlar like bosishga erinmanglar. Men sizlarga like bosinglar deyishga erinmayman. Tak, shunday deb erinmayman. Xo'sh, ana bu yerlarda ana shu tarafda savanna bor ekan. Savannada qishloq ko'p. Qishloqlar bizga nima kerak? Ko'paytirib ferma qilishimizga kerak. Albatta chiroyli chiqyapti do'stlar. Mana bu tepasini ham yopdik. Mana shunday chiqayotgan holatda. Xo'sh, bu yerdan esa mana bunday qilib qo'ysak albatta ajoyib chiqadi menimcha. Ajoyib chiqdi do'stlar. Xo'sh, mana shu yerda yopib berishimiz kerak, nima deyman-da. Albatta mana shu yerda yopib yuborish kerak ekan. Mana dahshat chiqdi o'rtoqlar. Dahshat chiqdi. Shunday qilasizlar, shunday chiqasizlar. Tepada yana bitta xona bo'ladi. Tak, opa. Xo'sh. Do'stlar, hammalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan artifakt bo'ldi demayman, sizlar bilan shoh gamer bo'ldi. Videoga like bosib qo'ying.